Alaykum. Seryozni akalarim, sizlar endi 30 minglar. Men arzonchi yer qo'ydim. Endi seryozni akalarim uchun men yer qo'yganman. 5 gektarlik ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tushgan, fasadi ham katta yerimizni. Undan tashqari menki yangi remont qilib qo'yishgan. O'zligi noldan qurgan, zdanaliga borgan ko'rishingiz mumkin. Ana ichini ko'ryapsizlarmi, kattaligini. Bu yoni qurishgan ekan, o'zligi noldan qurishgan ekan, lekin hech narsa ishga tushirishmagan ekan bu yoni. Biz ana ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Katta, splashnoy tushgan, fasadi ham katta, turuvchi tushgan yerimizni, zdanani balandligini ko'rsanglar bo'ladi. Xohlagan sexinglar, xohlagan narsalarni qilsanglar bo'ladi, chunki gaz, svet, suvdan problema bo'lmaydi, xudo xolasa. Yeringizni ko'rdingiz, yaxshi joy joylashgan ekan. Endi bitta narxi bilan gaplashib yuboraylik desam, 3 million dollar bo'lsa beraveraman dedilar. 3 million dollar. Okey dedim. Men unaqa qimmat narsa sotmayman dedim. Sal tushirib bering. Xudo xolasa olgan odam baraka topib, mana shu bizneslarini qilsin dedim. 2 million 8 ming dollar bo'lsa beraveraman dedilar. 2 million 8 ga tushirdik. Xudo xolasa mana shu pastdagi nomerga telefon qilsanglar, kelib o'zligi ko'rsatishadi. Dokumentdan problema yo'q, kadastrlari chiqqan. Undan tashqari xudo xolasa dachaligi ham bor ekan. Dachaligini ozgincha pul qo'shsanglar, qo'shib berib yuborishar ekan. Mana shu kelganda o'zingizlar gaplashib olasizlar qolganini. Bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Boshida ikkiga, mana bu yoqda eshigi bor. Endi men sizlarga ichkaridan ko'rsatadigan bo'lsam, mana yer. Mana zdani, hozir men sizlarga fasadini ham ko'rsataman. Biramizning fasadini ko'rishingiz mumkin mana. 5 gektarlik yerimizni obzor qilib berdik. Xudo xolasa seryozni akalaring ma'qul keldi degan umiddaman. Mana shu pastdagi nomerga telefon qilib, tez baraka qilib yuboramiz.